savdosi haqida bir gapirib bersangiz. Keyin xufiyat zikr odoblari haqida o'z gaplaringiz bor, hech bilmaydigan. Sizlarni chiroyli yo'q. Eshon bu vatanimiz mustaqillik ishgach, qadim tariximizga, qadim ma'naviy boyliklarimizga, qadriyatlarimizga bo'lgan e'tibor kuchaydi. Ayniqsa tariqat haqida, tasavvuf haqida xalqimiz bilishni istaydi doim. Bunga qiziquvchilar ayniqsa oz ko'payib ketdi. Siz mana shu tariqatning hozirgi zamonda yashab turgan bir piri sifatida, shuni bilimdoni sifatida tariqat haqida bir ma'lumotlar berib o'tsangiz, tariqat nima o'zi? Tariqat shundayki, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu assalomu alayka ya Rasululloh. Assalatu assalomu alayka ya Habibilloh. 18 ming olamni yaratgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Rasululloh sayyidi koinot sarvari olamga salovat durudlar bo'lsin. O'tgan aziz avliyolarga Xudoning rahmati bo'lsin. Shuni qatorida bu gapirib o'tishga hozirgi zamonimizni shu holatida ko'p odamlar bir savol, shuni bir tagiga yetish to'g'risida tariqat nima deydigan holatlar bo'lyapti. Chunki bu tariqat o'sha Rasulullohdan qolgan tariqat. Chunki ilgari bo'lmasa ham Rasululloh sayyidi koinot sarvari olam o'sha Merojga chiqqan vaqtida Alloh taborak tariqatning ilmini o'sha yerda ta'lim berdi. Chunki Rasululloh sayyidi koinot sarvari olamni o'sha Merojga tayyorlab, bu xulosikalar o'sha hozirgi Suriyadagi nimadagi Isroildagi Masjid-i Aqsodan Rasululloh o'sha Merojga chiqdi. Ana Merojga chiqib, ularga avval Buroq charchadi, raplab, keyin Hazrati Jabrayil alayhissalomning makoniga borib, "Ya Rasululloh, bag'a men o'talmayman" dedi. Ana o'sha yerdan keyin bir yelka keldi-yu, Rasululloh lomakanga bordi. Alloh taborak bilan uchrashdi, muborak bo'ldi. O'sha holatda masalan Hazrati Musa hayotli vaqtda 18 ming marta Xudo bilan rozi etgan bo'lsa, Rasululloh 99 ming marta Xudo bilan rozi etishdi. Ba'zi payg'ambarlarda o'sha vaqtida 3 oy, 4 oy roza tutib, namoz 40-30 vaqt bo'lgan bo'lsa, meni ummatlarim yaramaydi bunga deyish holati bilan 5 vaqt namozga 1 oy rozaga keltirdi. Ana endi o'shandan keyin Rasululloh sayyidi koinot sarvari olamga sizga Qur'ondan Jabrayil ustoz, endi tariqatdan, sirdan, valiylikdan men sizni qulog'ingizga ta'lim beraman deb Alloh taborak Rasulullohga ta'lim berdi shu tariqatda. Ana endi Rasululloh mas'ul mustaqil oldu. Alloh taborak so'rang, ya Rasululloh, maqsadingizni beray. Tog'larni tilla qilib beray, odil qilib beray, odillarni kumush qilib beray, daryolarni suvini marmar qilib beray dedi. Yo'q dedi. So'rang dedi, menga diydoring kerak, ishqing kerak dedi. Ya Rasululloh yana qaytarib so'radi, unamadi. Tevaga boqing dedi. Tevaga boquvdiki bir surat ko'rdi. Rasululloh ba'zi qavullarda 3 bor, ba'zi qavullarda 7 bor ishidan ketdi, mast mustaqil oldu. Yig'ladi, dod dedi, faryod qildi. Hech o'ziga kelmadi. Yana qaytib Alloh taborak, ya Rasululloh so'rang, seni shu didoringdan boshqa hech o'sha surat qaysi surat? Meni faqirlik suratimdir. Ana shuni qabul qildi. Rasululloh 70 ming maqomdan o'tib ketdi. Ana ketishda Buroq raplab Hazrati Jabrayil bilan chiqqan bo'lsa, valiylik o'tgandan keyin qaytishda ular kerak bo'lmadi. Qush qanday ishi tushgan bo'lsa, Makka-i Mukarramaga tushdi. Ana endi shetda kelib, eti bilan hammalari sahobalar muborakbodga keldi. O'sha yerga kirib, hammalaring tariqatga kiringlar, valiylik maqomini olinglar dedi. Ana o'sha yerda nekigen tariqatdan birinchi xufiya zikrni Hazrati Abu Bakr Siddiqqa, jariyasini Hazrati Umarga, Kibriyasining
Hazreti Osmonga ishqiyatini Hazreti Aliga bo'lib berdi. Hammalariga qancha man taqarraba fi silsilati falaysa minni, tariqatga kiringlar, tariqatga ixtilof qilmanglar. Kimki tariqatga ixtilof qilsa, mendan bo'lmaydi dedi. Shuning uchun ana shu tariqat qaysi bosqich? Birinchi shariat, tariqat, ma'rifat, haqiqat. 4 bosqich. Rasululloh 4 bosqichni bosib o'tgan. Shuning uchun bizlardan qolgan Rasulullohdan kelgan sahobalardan tortib to ulug'larimiz shu ishni qilib kelgan. Masalan, Hazrati Mavlana Jaloliddin Rumiy o'sha vaqtida 50 yerga, 100 yerga dars etardi. Oxiri kelib Mavlana Shams Tabrizi ro'para oldi, tariqatga kirdi. Ana tariqatni ilmini bildi. Bu shunday mustaqil bo'ldiki, 5 yil, 4 yil tog'larga giyoga terib yeb o'sha maqomga kirdi. Ana endi o'sha Hazrati Mavlana Jaloliddin Rumiy aytadiki, shariat bir qushda kallasi, tariqat tanasi, ma'rifat uni qanoti, haqiqat o'shini ichidagi joniy ruhi dedi. Agar bular to'rovi hozir bo'lmasa qanaqa qilib